Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, ekskavator ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi mavzumiz ekskavatorlarni bank krediti orqali chiqarish bo'ladi. Bank krediti orqali chiqarishning afzallik taraflari o'zingiz nomingizga oformib olib chiqadi. Lizingda siz nomingizga chiqmaydi, lizing kompaniyaga chiqadi. Ham bularni to'lovlari, oylik to'lovlari lizingga qaraganda 2-3 million har oy arzonroq bo'ladi. Masalan, mana shu ekskavatorimizni lizingga olganingizda oylik to'lovi 15 milliondan tushadi. Bank orqali olsangiz, boshiga 222 million berasiz. Mana shu ekskavator ko'rib turganingiz 95 talik tovushi 04, 05 lik tovush qo'ysangiz ham bo'laveradi. Apparat motor 75 ot kuchi, 55 kilovatlik, 7,5 tonnalik ekskavator. Strela 7 metrdan uzun, juda baquvvat ekskavator. Boshiga 222 million berasiz. Oylik to'lovi 11 milliondan 4 yilga bo'ladi. 11 milliondan har oy 4 yil to'laysiz. Ekskavator 222 million bilan bitta yakutda ochasizda o'zingiz nomingizga 2 kunda olib ketsangiz bo'ladi. 2 kunda o'zingiz nomingizga chiqarib ketasiz. Misol qimmatli qilsa, buni arzonrog'i ham bor. Mana shundan sal kichikroq 55 kilovat, 50 kilovatligi bor. Tovushi 0 emas, 03. 0 tovush qo'yib ham unga ishlatingiz bo'ladi. Mana orqasida turibdi. Uni ham boshiga 200 million berasiz. 200 million berib, oyiga 10 milliondan tushadi. Uni ham olib ketsangiz bo'ladi. O'zingiz nomingizga chiqadi. Manzilimiz Sergeli, ulitsa Yangi Sergeli 27 dom. Orient Motors, o'sha kelaverasizlar.